O'riqlash mezgilida og'zingiz qichishib bir narsalarni yegingiz kelib ketib qoramdi. Bu badanda ba'zi bir moddalarning kamchiligidan derak berdi. Mushu moddani to'liqlasangizlar bu xil ahvol o'zgaraydi. Bir tal yurak berib saqlab oling va inchki deb beraymi. Birinchisi, agar to'xtamay un tomog'i, ximir tomog'ini jiq yegingiz kelib ketgan bo'lsa, undaqda siz yegan karbonatning miqdori ozib qolibdi. Siz odatda shu xunshu, kava, qargurish degandek, mifan degandek, menda yaxshi sifatli karbonatlarning miqdorini 3 vaqt tomoqda ozroq ko'paytiring. İştahlarınız texim turaqlıq buludu. Əgər manda çomifin, xogo, gambien çomiyen degəndək manda cunkovi, həm açıq, tuz təmim tediğan tamaqlarını bək sığınıb ketken bolsanız, demək siz oruqlaymandək tamaqlarını pek çingdən, pek sus yavaldığınız degen gap. Tamaq etken vaqtda tuzlu misal jiqraq siləng. Ondan başqa mavi canyo, açıq su, laza, manda xuruşlarını normal silib bir təmini çıxırıb tamaqını əssiniz bulayırdı. Manda suda pişiriblan pek çingdən yep ketmən hacit yox onunki. Tuz sağmay mı yapsam mı? Eğer kavaplarını bulup mu maylık güçlü kavaplarını dümbiciga degandek bunda mejiqroq bunda ichki a'zolarni pek yeyingiz kelgan bo'lsa, demak siz sirtdan qabul qilayotgan ma sifatli yog'lar azib qoldi degan gap. Siz aytganlari cho'qim badam yog'oq degandek sifatlik yog'larni o'ralashtirib bering. Tamoq aytgan chog'dimcha masalan zaytun yog'i ishlasangizmi, biroq qo'shni ortiq. Sal jiqroq mayda assangiz bo'ldi, oyliq suvda pishirib yeb yurmangizmi, may yemay bardosh berolmaysiz uzunga. Agar non, tatlı turum, pecheni pranik degandek bunda tanyoq xov deymiz, maymijiq, karbonatmijiq yemeklarni pek yeyingiz kelib ketgan bo'lsa, demak siz shu maynimi, karbonatni pek oz iste'mol qilib qoldingiz degan gap. Sifatli karbonat bilan sifatli yog'ni ozroq qo'shib bering. Agar to'xtamay meva yegingiz kelgan bo'lsa, demak badandagi vitamin, mineral moddalar kamchiligiga bo'lib vitamin C. Tamoq etganda ma'vo shilanxo chechak saydamdoq shuni anaki rangli lazavog'i, shularni ishiltma, shunda vitamin bakjiq. Shuni to'liq qilsangiz, mevaga bo'lgan havisingizni basa oladi. Agar har qanday shu ta'mlik, yaxshi narsaning hammasini yegingiz kelgan bo'lsa, demak siz o'riqlayman deb tamoqdan haddidan ziyoda farz tutayotingiz, badanga hech qanday ozuqlik yetishmaydi degan gap. O'riqlayman degan gap bu o'zimizni qiynash deganlik emas. Badanga cho'qim belgili quvvatni berganda, badanmi bizga shu mayni ajratib chiqarib bera oladi. Badan bizga gap qilmaydi, qarang, bizga manas kamti, mani menga beray deyamaydi. U faqat bizning ishtiharimizni kontrol qilish orqali o'ziga yig'idi shu narsalarni. Og'zingizni qichishtirdi, to'xtamay bir narsa yegingiz keladi. Shuning uchun badanga eng kerakli, eng tövandagi shu quvvatni avval bering. Bak farz tutayotmang. Undan boshqa ro'y kayfiyat, masalan sizning kayfiyatingiz turaqli bo'lishi kerak, uyqungiz yaxshi bo'lishi kerak, o'zingizga ishonishingiz kerak, harakatlaringiz yaxshi bo'lishi kerak. Agar mushunday hammasiga diqqat qila olmay qolsangiz, ishtiharingiz turaqsizlashadi, ammo badanning uchun besim hormoni o'rlab ketib, ishtiharingizni turaqsiz qilib o'tib, sizni jiq narsa yegizib, shu jiq narsaning o'ziga bexatarlik tuyg'usi topadi. Ro'y kayfiyat eng muhim o'rinda. Badanga keraklik shu yemeklik, ozuqlikni tampon holatda bo'lishdan sirt eng muhim narsa shu ro'y kayfiyat bo'ladi. Gapim tushunish bo'ldimi? Bu degan bir uzun so'zilgan musofa 4 kun bilan bitirayotman deb ham xiyol qilmaylik. Ham xiyol bilan necha yil o'tkazayotdik mana. Bir g'ayratga deb 2 oydan 3 oygacha planni tuzib, bir oxirini chiqib o'taylik ishlaydi. Bilamdi? G'ayrat qiling, bildirishimiz. Qanday o'riqlashni bilmasangiz, undidorini qo'shib, men bilan aloqa qilasingiz bo'ldi. Men yetaklab maqman. Bildirishayli,